Assalomu alaykum. Opa. Sinfdoshlar, kelganlaringga minnatdorman, boshim osmonga yetib turibdi. Mana ko'zni ochib yumguncha kecha yosh bolamiz-ku, hozir ham yuragimiz. Lekin butirgandan keyin mana qat'iy. Avvalo assalomu alaykum hamma qadrdonlar, sinfdoshlar. Diydor uchrashib 40 yil bitirganimizga 40 yil bo'lgan bo'lsa, bir sinfga kirganimizga 50 yil bo'lyapti. Bu degan so'z yarim asr umrimiz bir-birlari bilan diydorlashish bilan o'tgan, bir-birimizni bilish bilan o'tgan, bir-birimizni tanish bilan o'tgan. Opamiz, ustozimiz har doimimizni yaxshi kunlarimizda, xursandchilik kunlarimizda yo'q bo'lmasdan kelishadi. Endi inson hayotida, umri davomida bir joyda to'xtab qolmas ekan, hayot davom etaverar ekan. Hayot o'tkinchi ekan. Ozgina bir-birlarimiz bilan yaxshi gapimizni ayamasak, diydorlashib tursak, bir-birimizdan hol-ahvol so'rab tursak, albatta mehr qolar ekan, muhabbat qolar ekan bir-birimizga bo'lgan. Shuning uchun eslaringda bo'lsa, bundan 5 yil oldin 35 yilga kelganimizda Xudo xohlasa yana 5 yildan keyin 2015-yilda 40 yil qilamiz. Yaxshi niyat bildirgandik. Mana bugunga yetib keldik, mana 40 yil bo'ldi. Avvalo 20 yilga qaytadigan bo'lsak, men shunda bir faxrlanib aytaverdimki, Allohga shukr, juda xursandmiz, biz qatorimizdan hech kim xato bo'lmagan. Mana 42 ta o'quvchi edik. 42 ta o'quvchimiz mana bu o'tirganmiz. Sinfimiz to'lib, toshib turgan. Qatorimizda ustozlarda qator qilib o'tkazib qo'yganimizda ustozlarda qatori sinfimizning bir burchagidan bir burchagigacha qator yetib borgandi. Mana bunga ham 20 yil o'tdi. Nafaqat sinfdoshlarimizdan, balki biz uchun hurmatli bo'lgan ustozlarimizdan, mana birinchi sinfda eslab o'tmasak bo'lmaydi. Abdurahmon aka, Mirza Kamol, har bittamiz burunlarimiz, oqib, ustlarimiz har xil bo'lib kelganimizda qo'limizga tushgan tutqazib, o'sha bir chiziqchani chizishni o'rgatib, dumaloqni o'rgatib, ko'p mehnatlari singib siz bilan bizni chizishga, yozishga, o'qishga o'rgatgan Mirza Kamol, o'rtoq Mirza Kamolovni o'rganib qolganimiz, mana Mirza Kamolov qatorimizda yo'q, oramizda yo'q. Manzar domlamiz keldi, Manzarjonov matematika o'qituvchisi o'tirishgan, xursand bo'lib navarasiga taraf kelgandi. O'tirishgan domlamiz oramizda. Endi avvalo o'tganlarimizni hammalarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ustozlarimizni ham, sinfdoshlarimizni ham hammalarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlar salomat bo'lsin. Bunga Allohning irodasiga hech kim biror narsa deyishga ojiz ekanmiz. Buning uchun faqatgina Allohdan sabr tilaymiz. Sabr tilaymiz. Qolganlarga umr tilaymiz. Qolganlarga oqibat tilaymiz, mehr tilaymiz. Endi shu ustozlarimizni, sinfdoshlarimizni haqqi hurmatiga tilovat qo'yamiz. Sababi ular ham xuddi shu yerda o'tirgandek bo'lsin. Xatorimizda, xatolarimizda, biz bilan xatolarimizda o'tirgandek bo'lsin. Hozirgi so'z navbatini sinf rahbarimiz, biz opajonimiz, Maqsud opajonimiz, mana biz 5-sinfda kelganimizda Mirza Kamolda shunday o'tganmiz, Maqsud opaga kelganmiz. Bizni sinf ham a'lochi bo'lgan, ham to'paranchi bo'lgan. Har bittasiga sabr bardosh qilgan opamiz. Sabr bardosh qilishgan. Mana shu tomonlarda hammamizni muhabbatimizni qozonishgan, shuning uchun opani birorta tadbirimiz opasiz o'tmaydi.
Shuning uchun navbatdagi so'z bizni sinf rahbarimiz Maqsud aka. Marhamat. O'zingiz joyingizga egallab oling. Keksalik ta'sirli vaqtda yig'idan o'zimni tutarmayapman. Shuning uchun uzoq gapirmayman, kechirasizlar. Assalomu alaykum. Sobiq o'g'il qizlar. Avvalo tan joylaringiz sog' bo'lsin. Qo'shnilaring bilan qo'sha qaringlar. Mana ko'pchiliklaring qo'sha nevarali bo'lsinlar. Farzandlarda qolganlarini, nevaralarda baxti kamolini ko'rib, chevaralar ko'rish nasibi ro'za aylasin, Ilohim orqamda qolinglar. Hayotda hech qanday aziyat tortmanglar. Buni doim tuqqan farzandlarim qatori sizlarga so'rayman. To'rt odamni bu yoqqa kelib chaqirishda qiyin masala. Shuni tashkillagan bolalarning tan joylari sog' bo'lsin. Doim Allohda nazarda bo'linglar, Ilohim. Umrlaring uzun, rizqlaring ulug' bo'lsin. Haqiqatan maktabga kirib kelib ishlab yurgan davrimni qanaqa davrda ishlagan ekanman eslamay qoldim, Akbarjon. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Doim Allohning nazarida bo'ling. Baxtingizga opam tanijonlari sog', bosh bo'lib yursinlar, qo'sha qaring. Farzandlarda, nevaralarda, chevaralarda baxt kamolini ko'rish nasib ro'za aylasin. Biz singari nafaqaga chiqib, nafaqa gashni so'rish Ilohim nasib qilsin. Tashkillaganlarga katta rahmat. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Men sizlarni doim eslayman. Hali nevaralarim bilan gaplashib o'tirganimni ham eslayman. Kecha Afsatovimdan xayrlashganimdan buyon ko'zim oldidan o'sha 70-yil 10-fevral keyingi 5 yil davr, undan keyingi sizlarda baxt kamollaringni, voyaga yetganlaringni ko'rish hammasi ko'zim oldidan lentani singari o'tdi. Hani kichkina qizimga gapirib bermagan ekanman. Voy bunchayam o'quvchisiga dona kelib ketganlardan buyon ezildingiz. To'g'ri, lekin gapirib berdim. Shunaqa edi. Ishga borganman, domla ishga qabul qilaman, bitta yosh sinf bor, shuni olsangiz qabul qilaman. Mayli domla, ertasam qabul qilaman. Endi birinchi yil ishlashimsam, hozir kirib o'sha sinf bilan tanishtiraman. Dedilar, kirsam, bitta katta sinfda ichi to'la jiq bola. To'rtta bola ekan. Oldimcha ohayim ozidi. Keyin domla yordam beraman, maslahat. O'ylanmasdan gapkamni qabul qiling dedilar, qabul qildim. Kundalikdan boshladim. Ular o'zi qattiq ketganman. Ko'pchilik urib yo'lga solganman. Bilmadim, Allah kechiradimi yo'qmi? Qani qizimga gapirib berdim. Faylni yo'q qilganman qo'limdan kelgancha. Bir joyda mahallada to'yda o'tirib darakalar bilan bittalar. Pensiyaga chiqdingizmi dedilar. Yo'q, hali chiqqanim yo'q desam, voy. Umrimda shuncha bolani katta qilishsa, qattiq o'qituvchim ko'rganim yo'q. Man nima qildim, qattiq desam. O'sha sizda o'qigan boladan tashqari yana 8 ta bolam bor edi. Bitta shu sizdagi bola pragibsiz o'qidi. Shunaqa qattiqmisiz? Bir nafasini o'tiribsiz. Jon, men qattiq turgan bo'lsam, boshqa bolalaringizdan shu mendagi bolangiz farqi bormi? Desam, anchadan keyin farqi bor. O'sha farqi, o'sha men qattiqligim bo'lsa kerak. Men o'zimni ko'rsatish uchun qilmadim. Necha qattiq bo'lmasam, o'shanta bolani eplolmas edim. Qarasam bolalarda qattiq tursam yo'lga solsa bo'ladi, tarbiyali, yaxshi bolalar, quloq solishadi. Nima qilay, Xudo shuni meni ko'nglimga solibdi-da dedim. Agar ortiqcha natonadagi ketgan bo'lsam, kechiring.
Endi bu hali hayotiy ma'na, juda qattiqligini, demak, men bor joyda bo'lgan yo'lingda bo'lsa kerak-da. O'sha bitta misol tariqasida. Endi bundan buyon tanlovlarni sog' bo'lsin. Urganman, surtganman, ayniqsa nosaqasam qattiq ketganman. O'shaning uchun hali o'zimni tutmoqman, qattiq tegdi deb ko'rasizlar. Rahmat. Bunaqa uchrashuvlardan uchrashinglar, ilohim. Haqiqatan tan olib aytishimiz kerak, maktabimizda bir qandaydir asam shamoli esib turgandek, shirin havo esib turgandek bo'lib turibdi. Bu ham shu kollektivda ahilligidan, kollektivda juftligidan. Navbatdagi so'zni shu rahbarlari, direktorlari Akbarjon sizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Avvalambor bizni o'qituvchilarga o'xshayapsizlar. Mana hozir opa haqida ancha gaplar bo'ldi. Mana shu maktabni bitirib chiqib ketgan bitiruvchilar ichida eng inog'i, eng aqli sizlarni sinflaringda 37 tami, 40 tami o'qigansizlar. 42 ta doim esga olinadi. Mana shu yerda jonkuyar ustoz Absattor ekan mana. Necha yildan beri ishlaydi. Hazillashib ham qo'yasizlar, Absattor uzoqdan Absattorga to'yga kelib ketdi. Rosa vijdondan ishlaydigan o'qituvchilarimizdan mana shu narsani uyushtirib, bu juda mas'uliyatli narsa, buni hamma ham qilavermaydi. Biz o'zimiz ham bir 2 yil qildik, 10 yillik, 20 yillik hozir hech kim to'plab olmaydi. Mana 40 yil o'tibdiki, sizlar mana shu tadbirni davom ettiryapsizlar. Mana opamiz bizni ham o'qitgan. O'sha ximiya, biologiyadan men juda ham a'lochi bo'lganman. Bitta joyni buzib qo'ysam, shunday bitta qaraganda men taxta bo'lib qolardim. Lekin rasmda o'sha aytgandek qilib chizib kelardim doim. E'tibor opam o'qitgan mana, Ma'rifat opam o'qitgan, Yulduz opam o'qitgan bir rang tomizib qo'yganimda, o'sha teshib qo'yganimda o'sha daftarni boshdan oxirigacha yozdirganda, shular ta'siri. Avvalambor mana shu bizni dargohimiz sizlar uchun doim xursand bo'ldik. Bu akalarni doim ko'rib turaman. Sizlar Komil akam shunday faol, shunday organizatorki, mana mahallani ham hozir boshqaryapti. Bitta aytgan gapini qaytarmay qilamiz. Asosan shu Suxon akam, Komil akam, Tilovat hammalari bir-birlaridan chiroyli-da, qarang, Mas'ud opa bular. Bular qarimi 80-90 ga borgan mashinada turishaveradi. Gul-gul yonib, qizlaringiz ham, o'g'illaringiz ham, o'zingiz ham mana rasmingizni ko'rib turib hozir ta'rifini berdi Suxon akam. Men chiroyli opa bo'lishgandi. Ilohim sizlar ham uzoq umr ko'ringlar. Har yili kelinglar masjidga. Bir og'zim masjidda bir tadbir o'tkazamiz desalaring, bizni dargohimiz sizlar uchun doim ochiq. Mana o'tgan yili Aminjon va Ahtamjon militsiya xodimi Keyin birinchi bir 4-5-sinflarga boryapmiz-da. Biz hali o'taman bu tomon deyapti, bolamda siz o'tamiz deyapti Akbarjon. Biz darvoza 5 minut tanaffus bo'lsa ham, 10 minutlik tanaffus bo'lsa ham ikkiga bo'linib Bo'ston o'lib futbol o'ynadi. Mana futbol o'ynadi edi. Keyin ba'zan zvono bo'lardi. Zvono bo'lardi. Men ulus ko'cha yutqizgani. Rahmatli. Peshobdan olishmaydi. Aktivni o'qigan bo'lsak, rahmatli shu yo'q 1-0 ga 2-0 tushdi. 5-0, 6-0, 8-0 Endi hozir birodar Ronaldo deganmi, Ronaldomi nima edi? Ronaldo. Shug'ullanishyapti, o'ynayapti. Keyin o'zi tashkil qilayotsan, Tilovat aytayaptiki, men hozir nimadaman? Ta'tilda. Bu odamni davolashyapti ekan. tramvay olgan ekanmi? Tramvay olgan ekan. 5-6 ta davlatdan kelib bizni davolashyapti. Yuragi davo bermayapti. Bo'lmasa Komiljon aytayapti, o'ylaysizmi deyapti, o'ylamayman deyapti. Mana Odamdaman. endi mayli bir marta o'ynaymiz bir 60 yilligimizgacha bir marta futbol o'ynaymiz. Bo'stonliklar sizlarga o'zimiz chipkuz beramiz. O'zimiz chipkuz beramiz. Sizlar xursand bo'lsa endi. Buncha do'stlarimiz hurmatli. Baxtiyorjon Rashidligida har doim bitta butsasi bordi, kiyib olib, hech kim o'tkazmasdi, shuni ko'radi. Doston nima edi? Ularni navbatdagi ishda ham kapitan komandasi. Ularni bas, uluslar. Ba'zi ham biz ba'zi
Nabijon oratada turardi, hozir hammamiz bularni yutib qo'yardi. Endi buni aytib qo'yishimiz kerak. Chunki bular ham xafa bo'lmasin. Biz beramiz. Lekin 9 yoshimizdami bir futbol o'ynaymiz, biz beramiz. Nabijon sana xafa bo'laverma. Hech o'ylama. Kalibrni ham ko'rdingizmi chiqqan? Bu futbol masalasida. Menga ozgina kecha tezda o'tib ketmasak bo'lmaydi-da. Bunga bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Bitta ko'rish bo'lgan, bu yerda kenglar joy bor edi. Hatto ikkita toshib qo'yib bo'lardi edi, kepa bo'lardik. Hech qolib turardik. Sharob eshikda turardi. Hech qolyapmiz-da. Direktor ham nima ham sinfiy kirmaydi deydi. Lekin kech qolsa ham, boshqasi ham 5 ta o'rardi. Ana o'qituvchilar 5 olganimiz uchun indasharmasdi. Chunki ba'da bizni nimamiz kuchli bo'ladi. Agar sizlar kimyada men 8 turib chiqib kelganman. Amirjonga shotdan chiqib ketdim. Keyin turib, keyin institutga kirib, keyin institutda dars berganman. Keyin borganimda 8 turib borganimizda nedir davlat jadvali bor-ku. Shunda har bitta model misolcha kislorodni atom og'irligi bor, uni nimasi bor, nechinchi hammasi bularda biz yodib borgan ekanmiz. Bir tablitsamiz turadi-da. O'rnimizda turib, aytib turib, haligini aytib bermasak, juda ham ko'p bo'lardi. Asoslarni bejarasi qolganmiz. Shuning uchun yodib qo'y, kechpayt boshqa fandan o'qimasa ham, kimyodan o'qishimiz shart edi. Majbur edik. Aytadi, nechta tirikda bola bo'lsa, hozirgacha o'rnidan turib aytsangiz, yoddan aytib beradi. Bu aqlani bizga bo'lgan sizga bo'lgan. Men aytganmanki, shartga Toshkentga kelibman. Hatto hamma respublika bo'yicha kelgan, respublikadan kelganlari bitta kislorodni bilmaydi. 16 million. Shuni bilmaydi. Biz yod qo'ygan ekanmiz. Massa qilib stipendiya olaverardik, boshqa olaverardik. Aytib bersangiz, borishib ketaverib qolganlar bosindiradi, qolganlar bolalar bitishga ketaverardi, keyin o'sha yerda sizga rahmat aytishni boshlaganmizda. 73-yildan beri. Endi bu degan so'z ustozni, murabbiyni, o'qituvchini har qancha qattiqqo'lligi, talabchanligi, so'rovi baribir hayotda bizni foydamiz ekan. Hayotda bizni foydamizga. Shuning uchun siz hali davralarda turganda, aytishganda xursand bo'ling. Mana Akbarjon aytayapti-ku, mana shu yerdagi men tilardimki, mana ustozimiz. Mana ustoz. Ustozlar hammalari hozirgi gaplarni o'zidan ozgina olib, qattiq qo'l bo'lsam zo'r ekan degan narsani o'zga olavering. Qancha qattiq qo'l bo'lsalar, sizlar bizni farzandlarimiz shuncha bilimli bo'ladi, shuncha yo'g'iladi. Shu yerda ishlarni izlashlari bo'lib maqsadlarga yurgan bizni yulduz Asattor bilan yulduz sinflarni talashlardi bir-birini. Yo yulduz bu bo'lardi, yo Asattor bu bo'lardi. Chunki bular kuchli o'qirdi, ikkalasi ham fanlardan ham kuchli edi bular. Yulduz sal o'tib ketib qolsa, yulduz saylash boraverdi. Sinflarni. Asattor tirishi yurib, nima bo'lardi? 2 marta 3 marta Abdulla ham uzugini yegandan keyin zo'r o'qirardi. Qanaqasiga keyin Asattor sinflar bo'lardi, o'sha almashtirishadi, ikkalari almashtirishadi. Navbatdagi so'zni lutfon beramiz. Bu narsalar hammasi turishimiz uchun. Bu narsalar bir-birimizni xursand qilish uchun, eslash uchun gapiryapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlarim, ustozlar. Mana shu bunga hammalarning vaqtini ayamasdan kelganlaring uchun rahmat. Mana yuqorida aytib o'tilgan hamma fikrlarga, o'sha o'tmishdagi bo'lgan xotiralarga qo'shilgan holda shuni aytamanki, hammamiz bundan buyon sog' yuraylik, salomat bo'laylik, ishlarimiz omadidan kelsin, yurtimiz tinch bo'lsin, farzandlarimiz, nevaralarimiz hammasi sog' salomat bo'lsin. Biz ularni kamolini ko'rib yuraveraylik, Mas'ud opam uzoq yillar yashasin. Hammamiz nima niyat qilgan bo'lsak, undan buyon o'sha niyatlarimizga yetaylik. Rahmat. Endi bitta sinfdoshimiz gapirmasa lozim yo'q, ham tashkilotchi. Mana shu o'tirishimizni tashkilotchisi bo'lib, bir-birimizni qovushtirib, mana birgalikda. Tashkilot bunaqa chiqing.
Gapga zo'rsiz. Gapga tutasiz, zo'rsiz. Lekin kamtar. To'rt qator ish qilib Kamtar. O'zi kamtarlik qilyapti. Kamtar. Tashkilot endi to'g'ri gap so'z bilan deb shunaqa qilsak degan fikrlar chiqqandir. Lekin ana shu makamroq hammani uyushtirishda mashg'ulotga juda nimasi. Rahmat. Mana buni ham qilamiz deyman, bu amalga oshirish kerak. Shu bilan Ilk foto she'rini men shu 40 yillikda qilayotganimizda undan oldinroq ham shu mana shu stent tayyorlashni o'zim bo'lim olib qo'ydim. Tinchlik bermagan o'tganlarni shu ishgacha ilgarigini o'g'lim bilan tayyorlayotganimizda soat 2 bo'lib ketdi. Kechasi o'sha ishxonasida o'tirib shuni ertaga tayyorlashimiz kerak degan fikrlar. Abduspon borib taklif berdiki, mana shular joy mana shu joyga qo'ysak dedi. Buni yozsak. Mana zo'r chiqdi. juda unumli ishlar. Xazina bo'ldi sizga. Buni bir 2-3 yil oldin boshlagan edim. Zambillik o'rganimda. Qolib ketdi, qanday bir boshqa ishlar chiqib ketgan bilmayman. Mening niyatim mana shu yerda ishlayotgan o'qituvchilar batda kimlar ishlab o'tib ketganini ko'z oldiga keltirsin degan niyatda. Shu niyatim bor edi. Xudoga shukr, mana shu sinfdoshlarimni qo'llab-quvvatlashi bilan qandaydir ruh, ilhom berishga natijasida shuni ishga olib kelishga muvaffaq bo'ldim. Birdagi ustozlardan har bittasi jonini fido qilgan ustozlardan bitta. Hammasi u mana shu yerda ishlagan yoshlari ham bor, boshqasi deyarli hammasi pensioner, hammasi pensiyaga chiqib ketdi. O'shda ikkita odam qolgan mana shu yerda. Mana shu ikkovimiz qolganmiz, hozir ishlayapmiz. O'zim ham o'qidim, nokamtarlik bo'lsa ham ustozlar orasiga hammalaring sog' salomat bo'linglar, ayollar ayniqsa. Shundan keyin safimiz haligi bor, kelgani bir harakatlari yo'q. Oqibatli bo'lsak, tepkisak ko'chaga deganlashib hammamiz. Hatto mana Akbarjon bilan birga ishlaymiz. Hurmat qilishardi, shu keksa o'quvchilarning bitta o'zi qopsiz deyishardi. Bunisiga ham Xudoga shukr, shu kunlarga yetib kelganimga shukr deyman. Sizlarga tenglashishga, sizlarga harakat qilib ishlatishiga yetib kelganman. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Didorlashib, bir-birimizdan gaplashdi. Bunaqa yig'ishda imkoniyati yo'q. Hayotda shunday ekanki, yoshingiz ulg'aygan sari muammoingiz ko'payib borar ekan. Tashvishingiz ko'payib borar ekan. Biz shu tashvishlardan bugun 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soatmi ozgina faol bo'lib, bir-birimiz bilan didorlashib, shuning uchun yig'ilyapmiz-da. 5 yilda bir marta, mayli 2 soatdir, 3 soatdir vaqtimizni bir-birimizga ajratamiz. Shuning uchun ya cho'zilib ketsa ham bo'lmaydi-yu, lekin ikki og'zimdan bir boshdan muborak turadi, undan keyin Mavluda turadi, Boqiy turadi. Ikki og'zimdan shu do'stlarimizga tilaylaringizni opamizga tilaylaringizni bildirasiz. Mana unga muhrlanib qolib, biz bu narsani 10 yildan keyinmi, mana nevaralarim bilan gapirib berdim sizlarga o'g'illarga deyapti. Alloh bizga ham nasib qilsin. Mana Xudoga shukr, nevaralarimiz bor. Ana shu 10 yildan keyin mana hozir 40 yillik bo'lsa, 60 yillik qilayotganimizda kelganimizda faxriy ustozlarimiz bo'ladi 60 yillik. Yana 20 yildan keyin Xudo xohlasa hammani qatorimizdan xato qilmasin. Kesak muhrlanib qolgan narsa biz uchun esdalik bo'lib qolishi. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Biz vaqtimizga ustozlar sog' bo'lsin, bola chaqalarimiz sog' bo'lsin, o'zimiz sog' bo'laylik. Bunaqa yurtchadan ko'pgina bo'lsin, yaxshi yuraveraylik. Rahmat. Ustoz, boshimizga tekkuncha ta'zim qilaman, sog' bo'ling. Ilohim yuzga kirganimizda ham yonimizda yuring. Ilohimda sinfdoshlar, aziz sinfdoshlar, sizlar ham sog' bo'linglar. Ilohimda mana hozir 40 yilligini qilyapmiz. 80 ga kirganimizda 100 yilligi, 100 ga kirganimizda 80 yillik bo'ladi. Ilohim o'sha kunlar ham nasib etsin. Maqsad tuganim kerak yaxshi nimaga hammamiz qatorimizdan xato bo'lmaylik, sog' bo'laylik. Rahmat. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlarim, ustozlarim. Doimo sog' salomat bo'linglar, qatorimizdan xato bo'lmaylik, oilamizda ham tinchlik, totuvlik bo'lsin. Ilohim yana shunday kunlarimizda hammamiz sog' salomat ko'rishlikni Alloh o'zi nasib etsin.
Assalomu alaykum. Qadrli manzarani qadrli bo'lgan sinfdoshlarim, ustozlarimiz, hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lishing. Hammamiz men shuna xursandmanki, bu shu kunlarga yetkazganga Allohga ming qadar shukr qilaman. Hamisha o'rtalarimiz boshlanmoqchi, keyingi 45 yilda, 50 yilda, 55 yilda, 60 yilda hammamizda oramizda xato bo'lmasdan hammamiz nasib qilsin, yana o'sha didor ko'rishni o'raylik. Hammamizga didor ko'rish nasib qilsin. Yana bir bor Allohdan ming manbadan shukr qilaman shu bugungi kunga yetkazib hammamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hamisha ko'rishing. Ustoz siz ham sog' bo'laylik, o'zingiz uzoq bo'lsin. Hammamiz tinch bo'laylik, sog' bo'laylik. Shunaqa o'tirishlarda turaylik. Dilora. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlarim, aziz ustozim. Shukr sizlar hammalaring. Shu tashkillagan sinfdoshlarim Abdusoy, Absattorlarga rahmat. Meni ham o'shadan hurmat qilib chaqiribdilar. Sog' yuringlar. Hammamiz bolalarimizni, nevaralarimizni orzu havasini ko'rib yuraylik. Ya'ni uchrashuvlarga yana taklif qilinglar. Sog' yuringlar. Assalomu alaykum ustozlar, sinfdoshlar, hammalaring xush kelibsizlar. Mana shunaqa yig'ilishimiz ko'proq bo'lsin. Yana sog' salomatgina uchrashaveraylik, bolalar, chaqalarimiz sog' bo'lsin. Ustoz siz ham ko'p yashang. Shunaqa tadbirlarimizda doim birga bo'ling. Xush kelibsizlar. Ustozimiz, ana sinfdoshlarimiz, mana bugungi 40 yillik mana to'yimizga xush kelibsizlar hammalaringiz. Sizlarga men endi bolalarning o'z havasini ko'rishdi, tinch bo'lishlaringni, hammalaring sog'-salomat bo'lib, yuzga kiringlar hammalaring. Yana ana shu yaxshi kunlarda bir-birimizni uchrashaveraylik. Sizlar sog' bo'ling. Amirjon. Avvalo sizga xush kelibsizlar. Mana 40 yil nasib qilganiga xursandmiz. Bir-birimizni dildor ko'rganimizdan juda xursandmiz. Ancha yaxshi gaplar gapirishlar, hammasiga qo'shilamiz. Yana xudo xolisa 45 yillik, 50 yillik, 55 yilliklarda ham yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Sog' bo'linglar, salomat. Ko'rishdan oldin maytda qizlarimiz bir she'r aytib bizni tabriklashmoqchi ekan. Juda xursand bo'lib ketdim. Sizlarga aytib eshitadi, she'r qoldirib aytamiz. Hadi qizchalar, keyinlarsiz. İllat izlaganga illatdir dunyo. Ibrat izlaganga ibratdir dunyo. Kim neni izlasa topgaydir shaksiz. Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Yaratganiga shukr. Bundan bag'da ham mana kelguimiz tinch bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'raylik. Bolalarimiz o'z havasini ko'rib, har bir to'plarni yo'raylik. Do'stlar, sizlarni bolalarni o'tirib turib uchrashtiramiz. Qizlarni ko'rganman. Xursandman. Hammalaringga sihat salomatlik tilayman. Bolalarni o'z havasini ko'ringlar. Yanaga 45 yillikka oramizda xato olmasdan yetish nasib ustozimizga bir rahmat, ustozlarimizga. Shular endi hammamiz shularning qatorida bola chaqalarimiz, nevaralarimiz o'z havasini ko'rib yashashni har kuni nasib qilamiz. Mana shu bugungi marosim tashkil qilgan Komiljon Absattor Asmosga rahmat, ustozga rahmat, biz qachon ustozlarga qo'yamiz deydi. Bolalarda nevaralar baxtiga sog' salomatliklar tilaymiz. Oramizda shu qarimasin. Oltmish yillik niyat tugatib, kunlarga Allohning o'zi yetkazsin. Birinchi sinfda ilk oy bir ikki qator she'rim mana 40 yil bo'ldi, esimga tushib ketdi. Keldi bahor, gulbahor, yana bitta oppoq qor, uchib keldi qushlar jon, daraxtlar taxti marjon, suvlar oqar shildirab, yulduz boqar miltirab, chumolilar yayrashar, cho'q Bosh aqlimiz bo'ladi, o'ta yoshligimiz sabab.
Qana odamlar, qana bolalar deymiz. Mana hamma kaltib tashlagansan. O'sha narsalarni eslayib qolib, esda qolar ekan. Hozir ataylab topib gaplashaman desa vaqt kelsa topolmaysan. Mana nima dedim? Opajon, avvalambor yoshingizga yosh qo'shilsin, baxtimizga sog' yuring. Siz qattiq gapirgan ekansizmi, urgan ekansizmi? Mana qarang, bolalaringiz hammasi qattiq egallab turgan insonlar. Yetuk insonlar bo'lib chiqdik. Bizni maktabda o'qitilgan maktablar ham juda kam. Mana kecha o'zim singlim bor mashatda. Sizga ham katta rahmat. Iloyim mana shunaqa insonlarga o'xshab, siz ham nafaqa pullarini olib bolashlaringizni orzu-havasini ko'ring hozir. Yo'q, deyalmadi, kecha telefon qildi. Hech o'ylamay ham yo'q. Endi qolgan nimani o'sha dam olish uyiga borsaydi, o'shada bir piyola choy ustida bemalol gaplashsak. Akbar kollektivizda olib boring-ku, o'shada bir piyola choy ichib, sekin yordamlashib gaplashaylik. Hammalaringga rahmat. Hech kim kamlik, ko'zlik ko'rmasin. Sog' bo'linglar. Hozir gapirib o'tdik-ku, o'sha 60 yilliklarga Xudo nasib qilsin, yetib boraylik. Oramizdan hech kim ayrilmasin. Xotirjamlik, tanishqarlikni berganlik, qo'sha qarishlik hamda Allohning omadidan hech qachon benasib bo'lmanglar, doim Allohning nazarida bo'linglar. O'tirishlaring bir-biriga qadr oqibatlaring hech qachon yo'qolmaydi. Rahmat. Endi o'sha rahmat.
ishlaringdan xato qilmasdan o'tish nasibi ro'z aylasin. Xudo umr bersa, mana qasamni tayaram. Hozir gaplar yozib qo'ymadingmi, o'sha qilib? O'chirib tashavri. Oldirardi. Dekret yandı sozada bu hazıran keldim. Ya qo'zg'alish yo'q, apani tuzatamiz bir ikki kishi bo'lib. Bu o'sha yaxshi bo'ldi. Boshqa hech qanday ko'rasiz chiqyapti-da. O'shani. Shunga do'q ko'p berib ketdi. Bo'pti bolalar yaxshi. Voylar ishga ham sizga ham. Mehmon qilaman. Bizga qarab turamiz, o'sha bozorga boramizda, ko'rishgani boramiz oldiga. Ko'rishgani bo'lsak, esamiz deb qo'yib, shu bilan bizga qaramaydi. Savdosi bilan qilaverasan, satraverasan, qarab. Qaramaydi, bormayam qo'yamiz. Oldiga ko'rishmay ham qo'ydi. Men bekorchiman deb qarabim, savdosini bo'lmaydi. Ham gapiraversa, o'rtamiz bor. Mashinada hali kemani olib qo'ygan. Mashinadan keyin chiqib, ashir deydi. Ashirali birinchi bunga kelgan. O'taymi? Mana o'shtamida kelgan. Nima deyish taraf. agar o'sha ketsa, ish aytsa. Nima ish taraf. tashqaridan ish ko'rsa olmay ishtiradi. Agar tashqarida ish kelsa, o'sha sonda Ama Akbarjon ijrosi bitta. Qaror chiqaradi. Bir kun men 7 tashladim. Kelsam hech kim yo'q. Hamma mas'ul qilyapti. Qo'rg'ulanmadi ular. Professorchi? Professor Dres. Bu davlat avtoni yurtga turilyapti. O'sha yurimiz menda ekan. O'zi ya'ni nimani Murodjon Dukaz bor ekan, Rustam dedi. Murodni nima o'tdi? Mahkam bo'limi ko'p Yevropada hozirlar pastda. O'sha uni yo'qolib ketganiga u ham mas'ul qilyapti. Keyin haligini yirib tashladim men. Serga po'zilma qilamiz arqonda. Yozga qarorlarga pul 20 ming so'm to'planyapti. Oyda olishsam to'lashadi. Ular o'sha kuni hammasi to'plab turgan aytishadi. Ishlar bilan to'plashib. Istirahon standartga Ularga berib bo'shatib bering. Hamma ishtiroklar to'plab turib, magallarga qarlar uzilsa ishtirok yana yetmaydi. Zapslar ham borda. Xuddi bizda nimaga o'xshagan joy-ku? Shu Farg'ona vodiysida Vodilga o'xshagan joy. So'lim joyi o'shadi endi. Hatta ta'mirlash, remont katta ketayotgan ekan, bo'lmadi. Hatta bo'lmadi, Samarqand oldi. Navbat Samarqand olib bir kun oldin chaqirdi, tadbirdan bir kun oldin chaqirib, gazetani ular ham vodiydan qolishimizga, bitta gazetamiz shu borishimizga odam Xorazm, Qoraqalpoq hamma viloyatlardan keldik. Yuzda sal ko'proq bo'ldi, 80 ta odam bo'ldi. Ha. Endi hali keyingisini eshitib, oldingisini. Men qolganlar ham kelib, Samarqandda bir kun hali tushib oldi. Mehmon qilishda restoranda borib, ertasiga avtobuslarga o'tirib,
giplarni tashqirishib, Samarqandni aylantirishib, Bahoriy Naqshbandga olib aylantirishib, kursdoshlar. Videolarga, rasmlarga olib, kim tantanlarga qismini bitta nima? Men borganimda nima remont yo'q edi. Rahmatullo aka. Ramjon aka. Mana endi yetib keldi. Hali bitta yaxshi qo'yib chiqaradi. Ayman. Ao do'konga bordim. Suv deyapman, boshqa deyapman. Yo, men uchun bitta. Mana qoraga. Komiljonga bitta. Iloyim. Osonol bo'lsa, u yoqda bari besib bu tuyib qo'yasizlar. Hozir ham bugun ham hammasi tuyib qo'yishsa. Ishlaringizga omad bersin Xudoyim. Bo'lsa qilaylik baxtiga, bizni baxtimiz sog' salomat bo'linglar. Iloyim hammamiz mana shu yerda o'tirganda, hammamiz sog' salomat o'ynab kulib, qalbi gashtini surib, nevara chevalarni katta qilib, qo'ylarda, ana shu nimalarda